Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Alif yostiqchalik saqichlarini yurtdoshlarimizga degustatsiya qildirib ko'ramiz. Bizda Alifda yangi yostiqchalik saqich chiqdi. Bittasini olib, tatib ko'rib, ta'miga baho berasiz. Yaxshimi? Yaxshi, zo'r. O'zi chaynab ko'rmadingiz buni? Yo'q, birinchi marta chaynashim. Bo'ldi, overing bu sizga. Menga? Ha, Rahmat. Bu yangilik bemalol do'konlarimizdan, yurtimizdagi do'konlardan olishingiz mumkin. Rahmat kattakon ishtirokingiz uchun. Xo'p, bo'ladi. Gap yo'q. Zo'r ekan. Yoqdimi? Olcha bilan muz ekan. Muzday olcham. Shunaqa. Keyinchalik ta'mi yana o'zgaradi. Gilamning shakari yo'q ekan. Na, shakarsiz. Mashtiyam zo'r. Aha, diabeti borligi ham mumkin chaynash. Zo'r ekan. Ozgina achchiq ham mazza kelyapti-da. O'shanisi. Da. Bir pas chaynasangiz o'zgaradi buni ta'mi yana. Yo'q, hamma zo'r ekan. Chaynab ko'ringlar, haqiqatan. Bo'ldi sizga. Rahmat kattakon. Ha? Rahmat. Ha. Bu limon va olchaligi. Juda mazali ekan. Alifning 16 xil yostiqchalik saqichlarini yurtimizning barcha do'konlaridan topishingiz mumkin.